ulug' oylardan biri Muharram oyida turibmiz. Bu Muharram oyi hijriy sanani boshlanishligi, yangi 1448-yil boshlandi. Ana shu hijriy sana payg'ambarimiz Makkadan Madinaga hijrat qilgan davrlardan olingan. Demak, mana shu Muharram oyining boshi hijriy sanani boshi hisoblanadi. 1448-yilga o'tdik. Alloh taolo bu yilni barchamizga muboraklik qilsin. Bu Muharram oyi eng ulug' oylardan. Payg'ambarimiz hadisda mana Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarda aytdilarki, afdalus siyam ba'da Ramazon shahrullohil muharram. Ramazondan keyin ro'zalarning eng afzali Allohning oyi Muharram oyidir dedilar. Demak, bu oyda nima qilishimiz kerak desa, kimdir qodir bo'lsa, roza tutadigan bo'lsa, Muharram oyining rozasi ham eng ulug' savobli rozalardan hisoblanar ekan. Oshura kuni bor. Ya'ni Oshura degani mana shu Muharram oyining 10-kunini aytiladi. Siyomu yawmi Oshura inni ahtasibu alallohi yukanata allati qablahu. Oshura kunining rozasi dedilar. Alloh o'tgan yilgi gunohlarni kechirishlikka umid qilaman dedilar. Kim Oshura kuni roza tutsa, o'tgan yillarning gunohlarini kechirib olishlikdan umid qilaman dedilar. Demak, qodir inson 9-10 kuni agarki roza tutib qo'yadigan bo'lsa, mana shunday marhamatlarni qo'lga kiritar ekan. Va yana bir ulug'ligi Muharram oyini payg'ambarimiz aytdilarki, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura wassa'allohu alayhi fi sa'iri sanatihi. Bu hadisni Imom Bayhaqiy rivoyat qiladilarki, kim oila ahliga Oshura kunida oziq ovqati, kiyim-kechagi, boshqa narsalarga kengchilik qilsa, ya'ni oilani ro'zg'orini but qilib qo'yadigan bo'lsa, yilni qolganda ham Alloh taolo unga kengchilik beradi dedilar. Demak, mana shu Oshuroda biz qiladigan, e'tibor beradigan narsalarimiz, imkonimiz bo'lsa, ro'zg'orlarimizni but qilib qo'ysak, oilamizga kerakli narsalarni olib beradigan bo'lsak, inshaalloh shuni barakotidan yilni qolgan oylarda ham barakotli bo'lishligimizga shu sabab bo'lar ekan, mana shu hadisga ko'ra.